2026dan yangi mashina olaman, yili yangi 26 bo'lib chiqadi deb 2026-yil birinchi ish kunidan gayiga kelib 10,4 minglik mashinalarni oformit qilish 10,4 ming bo'lib ketganini ko'rib ko'zlari chiqib ketganlar, qalban birgamiz sizlar bilan. 2025 qadriga yetmadik-da. Xush kelibsan 26. Mana ahvol. Oddiy nomer yo'q, qayerga borsang oddiy nomer yo'q. Yo, oddiy nomer yo'q. 1-yanvardan shunaqa, ana 1-ish kundan shunaqa bo'lgan. Hamma joyga eng arzon nomer 10,4 ming so'm bo'ladi oformit qilishlaringiz. Hammasi bo'ladi. Agar u mashinani birovdan sotib olgan bo'lsangiz, bundan tashqari Texas Motorga, notariusga 1,8 million qancha berasizlar? 12 million so'm. Kimdir o'zi 15 millionga Matiz olsa, 12 millionga oformit qiladi. Xush kelibsan 26.